Oilalari buzib yuboradi bunaqalar. Er-xotinlik munosabatlarini buzib yuboradi. Shunaqalar ham chiqdi-ku bir ikkita domlalar. Sizga rahmi kelsa ovqat qilib beradi deydigan domlalar ham chiqdi-ku hattoki. Rossiyaning Penza shahridan menga bittasi telefon qildi. Surxondaryolik bola ekan. Qora aka, ro'zg'orim alohida uchastkaga chiqqanman. Molim bor, qo'yim bor, bola chaqam, ro'zg'orim. Ayoli telefon qilibdi, meni burchim emas, meni vazifam emas ekan deb turib haliga ma'ruzani tashab, xotinjon unaqa qilmagin, axir men ham bu yerda mehnat qilib yuribman senlar uchun. Yo'q, kelib o'zing boq, o'zing qara debdi. Oilaviy munosabatlarni buzib yuboryapti bunaqalar, aql o'rgatadiganlar. Mehnat qilinglar yigitlar. Ota-onaga xizmat qilinglar. Ro'zg'orim, bola chaqam deb mehnat qilinglar. Alloh shu niyatinglarga yarasha Alloh izzat va sharafni beradi.